Real Madrid va Manchester City yana Chempionlar Ligasida to'qnash keladi. Ammo o'yin oldidan eng katta savol Mbappe va Haaland maydonga tushadimi? Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun 12 mart kuni soat 01:00 da Bernabeuda bo'lib o'tadigan Real Madrid va Manchester City o'yini oldidan eng so'nggi yangiliklar haqida gaplashamiz. Agar sizda futbol yangiliklari va tahlillar yoqsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Avvalo, Manchester City haqida. Pep Guardiola jamoasi hafta oxirida Newcastle ustidan 3-1 hisobida g'alaba qozondi. Ammo bu o'yinda jamoaning asosiy hujumchisi Erling Haaland hatto qaydnomaga ham kiritilmadi. Ko'plab manbalarga ko'ra, bu qaror tasodifiy emas. Guardiola Haalandni kichik jarohatdan to'liq tiklab olish va aynan Real Madridga qarshi o'yinga tayyorlash uchun uni asrab qoldi. Murabbiyning o'zi ham bu qarorga izoh berib, futbolchini safar o'yinida qisqa vaqt o'ynatishdan ko'ra, mashg'ulotlarda tayyorlashni afzal ko'rganini aytdi. Bu mavsum 28 ta gol urgan Haaland Real Madrid himoyasi uchun katta xavf bo'lishi mumkin. Endi Real Madrid haqida. Madrid klubi bu o'yinga ayrim jarohatlar bilan kelmoqda. Eng katta savol esa jamoaning asosiy hujumchisi Kylian Mbappe bilan bog'liq. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Mbappe tizzasidagi muammo sabab bir necha kun davolanish uchun Fransiyada bo'ldi va endi Madridga qaytgan. Uning holati yaxshilanayotgani aytilmoqda, ammo Manchester Cityga qarshi o'yinda maydonga tushishi hali ham aniq emas. Hujumchi bu mavsum barcha musobaqalarda 38 ta gol urib, Real Madridning eng muhim futbolchisiga aylangan. Shuning uchun uning o'ynashi yoki o'ynamasligi o'yin taqdiriga jiddiy ta'sir qilishi mumkin. Shunday qilib, Manchester City Haaland bilan maydonga tushishi kutilmoqda, Real Madrid esa Mbappening tiklanishini kutmoqda. Endi savol sizga. Sizningcha bu o'yinda qaysi jamoa ustun keladi? Fikringizni kommentariyda yozib qoldiring.